huquqplus.uz nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus huquqiy axborot web portalida chop etilgan huquqiy material. 2023-yil 16-noyabr. Nogironligi bo'lgan shaxslarning jamoat transportidan foydalanishda qanday imtiyozlar bor? Muallif G'oyibnazarov Shakarboy Ibrohim o'g'li. Illyustratsiya Alina Olimova. Illyustratsiyaga tiflo izoh. Avtobus salonida 4 kishining tasviri. Birinchi tasvirlangan yo'lovchi qora kostyum va ko'kragida medallari bor yoshi ulug' erkak kishi. Ikkinchi yo'lovchi nogironlar aravachasidagi ayol. U kulrang ko'ylak va oq hijob kiygan. Uchinchi shaxs uzun qora sochli homilador ayol. U oq ko'ylak va qora shim kiygan. To'rtinchi shaxs quyoshdan saqlaydigan ko'zoynak va tayoqchadan foydalanib turgan ko'zi ojiz odam. Egnida leopard naqshli ko'ylak va qora shim kiygan. Jamiyatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarning transport vositalaridan foydalanishda qator qulayliklar yaratilgan. Quyida shu imtiyozlar haqida so'z boradi. Nogironligi bo'lgan shaxslar jamoat transportidan bepul foydalanishi mumkinmi? Qonunchiligimizda shahar yo'lovchilar transporti jumlasiga avtobuslar, tramvaylar, trolleybuslar, metropoliten yo'nalishi va yo'nalishsiz taksilar kiradi. Ammo belgilangan toifadagi shaxslar yo'nalishli va yo'nalishsiz taksilardan bepul foydalanish huquqi mavjud emas. 1941-45 yillarda urush nogironlari va urushning ikkinchi guruh nogironiga hamrohlik qiluvchi shaxslarga, nogironligi bo'lgan ko'zi ojiz shaxslarga va ularga safarlarda hamrohlik qiluvchi shaxslarga berilgan. Yuqoridagi belgilangan toifadagi fuqarolarga shahar yo'lovchi transportida yurish uchun yangi tartibga ko'ra imtiyozli transport kartasi beriladi. Imtiyozli transport kartasi qanday olinadi? Jamoat transportlaridan bepul foydalanish imtiyoziga ega nogironligi bo'lgan shaxslarga yangi tartibga ko'ra imtiyozli transport kartasi beriladi. Eslatma: imtiyozli transport kartasi bu belgilangan toifadagi shaxslarga shahar yo'lovchilar transportida bepul yurish huquqini taqdim qiluvchi karta. Belgilangan toifaga kiritilgan fuqarolar imtiyozli transport kartasini olishlari uchun o'zining xohishiga qarab Qoraqalpog'iston Respublikasi Transport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar transport boshqarmalariga kelib murojaat qilishi lozim bo'ladi. E'tibor qiling, 1941-1945 yillardagi urush birinchi guruh nogironlariga va nogironligi bo'lgan ko'zi ojiz shaxslarga beriladigan imtiyozli transport kartasi ularga safarlarda hamrohlik qiluvchi bir shaxsga ham shahar yo'lovchilar transportidan bepul foydalanish huquqini beradi. Ushbu qoidadan kelib chiqib, qisqacha aytishimiz mumkinki, nogironligi bor shaxslarga hamrohlik qiluvchi faqat bir kishi ushbu imtiyozli kartadan foydalanishi mumkin. Murojaat qilingandan so'ng vakolatli organ Qoraqalpog'iston Respublikasi Transport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar transport boshqarmasi fuqaroning tegishli toifaga kirishi to'g'risidagi ma'lumotlarni turli axborot tizimlari orqali o'rganadi. O'rganish natijasiga ko'ra, murojaat qiluvchi fuqaroga imtiyozli transport kartasini berish va uni rad etish haqidagi yakuniy xulosa ma'lum qilinadi. Imtiyozli transport kartasini berish rad etilgan taqdirda ma'lumotda rad etish sabablari ko'rsatiladi. Bu jarayon 2 ish kunida amalga oshirilishi belgilangan. 2 ish kunida imtiyozli transport kartasi berish tasdiqlansa, rasmiylashtirish ishlari olib boriladi. 1 ish kuni davomida karta murojaat qiluvchiga topshiriladi. Shahar yo'lovchilar transportida ayrim toifadagi fuqarolarga bepul yurish huquqini beruvchi imtiyozli transport kartalarini berish yuzasidan davlat xizmatlari ko'rsatilganligi uchun yig'im undirilmaydi. Imtiyozli transport kartasi cheklanmagan muddatga beriladi. Uni boshqa shaxslarga berish taqiqlanadi. Imtiyozli transport kartasiga masofadan turib ham ariza berish mumkinmi? Imtiyozli transport kartasini masofadan olish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun imtiyozli transport kartasi olmoqchi bo'lgan shaxs dastlab
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni mygov.uz portalidan ro'yxatdan o'tishi lozim. Shundan so'ng mazkur portalda sohalar bo'limidan ijtimoiy himoya sohasi tanlanadi. Tanlangan sohadan esa shahar yo'lovchi transporti imtiyozli kartasini olish bo'limi tanlanadi. Shundan so'ng xizmatdan foydalanish tugmasi bosilib, ekran yuzasiga chiqqan so'rovnoma shakli to'ldirilib, so'ngra ariza yuboriladi. Boshqa turdagi nogironligi bo'lgan shaxslarga ham imtiyozlar mavjudmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 9-mart 2017-yildagi Toshkent metropolitenida pensionerlarni bepul tashish to'g'risidagi 128-sonli qaroriga asosan pensionerlar Toshkent metropolitenidan soat 10:00 dan 16:00 gacha bepul foydalanish huquqiga egadirlar. Prezidentimizning tashabbusi bilan esa 2023-yil 1-apreldan boshlab Toshkent metropolitenining to'liq faoliyat ko'rsatishi vaqti davomida pensiya oluvchilarga bepul xizmat ko'rsatilishi belgilandi. Ushbu yuqoridagi imtiyozlardan nafaqat yoshga doir pensiya oluvchilar, balki nogironlik pensiyasini oluvchi shaxslar ham foydalanishi mumkin. Chunki O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining 2-moddasida nogironlik pensiyasi ham davlat pensiyasi turi sifatida belgilangan. Nogironligi bo'lgan shaxslar jamoat transportida harakatlanganida qanday imtiyozlar mavjud? Maktabgacha yoshdagi bolali yo'lovchilar, homilador ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa fuqarolar uchun avtobus salonida uning yo'lovchilar sig'imiga qarab 6 ta oldingi joylar ajratiladi. Ushbu joylarni egallagan boshqa yo'lovchilar ularni yuqorida sanab o'tilgan shaxslar uchun bo'shatishlari kerak. Yo'lovchi hajmi 60 sm, 40 sm, 20 sm va og'irligi 20 kg dan ortiq bo'lmagan qo'l yuki hamda musiqa asbobini 150 sm gacha uzunlikdagi buyumlarni, shuningdek qafasga solingan mayda hayvonlar va parrandalarni, aravachani, bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqalarning aravachalarini, mayda bog'dorchilik inventlari, bolalar chanalarini o'zi bilan birga bepul olib yurish huquqiga ega. Demak, ushbu qoidadan xulosa shuki, nogironligi bo'lgan shaxslar nogironlik aravachalarini o'zi bilan transport vositalarida bepul olib yurish imkoniyatiga ega. Nogironligi bo'lgan shaxslar nimadan qiynalyapti? Noqulayliklar va yechimlar. O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunida nogironligi bo'lgan shaxslarga qulaylik yaratish uchun jamoat transportining maxsus vositalar bilan jihozlanishi, shu jumladan alohida joylar jihozlanishi, eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun axborot tablolarining o'rnatilishi hamda bekatlarning ovozli tarzda e'lon qilinishi har bir qator talablar belgilangan bo'lsa-da, o'rindiqlar noqulayligi, jamoat transporti rejimi va jadval yo'qligi, avtobuslar ichida qo'l ushlagichlar va suyanchiqlarning yetishmasligi, shuningdek, avtobuslarga chiqishda panduslarning yo'qligi nogironligi bo'lgan shaxslarga muammolar yaratmoqda. Bundan tashqari, mazkur qonunda to'xtash, maydonchalarni shaharsozlik normalari va qoidalarini hisobga olgan holda jihozlash, shu jumladan ularga panduslar va tutqichlar o'rnatish, transport vositasining kirish eshiklari oldidagi maydonchalarda taktil qoplamalarni qo'llash, shuningdek, elektron axborot tablolarini o'rnatish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ko'proq o'rindiqlar yaratish talablari ham belgilangan. Ammo belgilangan talablarga amaliyotda yetarlicha e'tibor berilmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan piyodalar uchun o'tish joylari va chorrahalarini, ko'chalar hamda umumiy foydalanishdagi yo'llarni nogironligi bo'lgan shaxsning ehtiyojlariga muvofiq moslashtirish kabi masalalarning hal qilinishi nogironligi bo'lgan fuqarolarga yengillik yaratadi. O'qidi Toshkent davlat yuridik universiteti ommaviy huquq fakulteti 1-kurs talabasi Najmiddinova Sarvara. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlariga doir bo'lgan foydali ma'lumotlarni muntazam kuzatib borish uchun bizning Telegram,
Instagram va YouTube'dagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.